Assalamu alaykum. Hörmətli Uyğur qərindaşlarım, vətən içi və vətən sırtında yaşayotqan barlıq Uyğur qərindaşlarım. Mən Gülşən Abduqadir, Kanadaның Toronto şəhərində yaşayman. Mən Xitay qulaydiğanğa az qaldı namlıq proqramımның ikinci qismini sizlərə sunuş üçün bir yer çıxıb oturubdum. Ötən həftə birinci qismini Xitay qulaydiğanğa az qaldı namlıq proqramımның birinci qismini hər bir anlarla ortaqlaşqandım. Bugün Xitay qulaydiğanğa az qaldı namlıq proqramımның ikinci qismini sizlər bilan ortaqlaşman. Bu proqramma həftədə bir qitim çıxırıldığan proqram olub, həftəninki hər cümə günü çıxırışqa tirişman inşallah. Ötkenki proqramımda bu Xitay qulaydiğanğa az qaldı namlıq bu proqramımның asaslıq mərkəzi idisi haqqında toxtalıb sizlərə Xitayның şehrinçi, yəni bir belvaq bir yol atalmış strategiyasida nemishlar bo'lyapti, muvaffaqiyatlar bo'lyapti, bo'lmayapti, uni ergishib mulohazlar sunaman. Xitoyning bu bir belvaq bir yo'lda bu dunyoga qartilgan bir to'zoq ekanligidan iborat mohiyatini ichib berishda kichkina bo'lsa-mu, dengizga tamchilagan tamchidek bo'lsa-mu bir rol o'ynashni orzu qilaman degan maqsadda bu programmani ishlaganligimni, ishlashni qaror qilganligimni sizlarga deb o'tgandim. Shu asosda bugun men yana shu programma bilan oldinlarga chiqib turibman, lekin bugungi programmamning ismi Panama kanali. Panama kanalining atroflarida peqirab yurgan Xitoy zodi bu yerlarda nimalarni qilyapti, Panama kanalini indakka keltirish, qo'lga tushirish uchun nimalarni qilyapti. Bu haqda mulohazalar ilib borman. Endi o'tganki oldingi qismliq programmam haqida bir kichikgina bir tuzatish berib qo'ymoqchiman, chunki o'tgan qism programmamda shu Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori haqida to'xtalib, Xitoy Pokiston iqtisodiy koridoriga 65 milliard Amerika dollari mablag' sag'anligini tilga ilib kelib, uni men 65 trillion deb qopdiman. Buni 65 milliard deb tushunishinglarni umid qilaman. Endi o'tgan hafta o'zinglar bilgandek, shu Tayland turmusida yetayotgan 48 nafar Uyg'ur qarindoshimizni qutqazish uchun dunyoning hamma yerida namoyishlar bo'ldi. Jumladan Kanada Sharq Turkiston jamiyatimi Ottavada, Kanadaning poytaxti Ottavada namoyish qilib, namoyishda shu norozilik xatlarini Tayland elchixonasiga topshirdi. Namoyish o'zining kuchini ko'rsatdi. Tayland tarafimi bu bolalarni 48 qarindoshimizni hozircha Xitoyga o'tkazib berish niyatining yo'qligi haqida bir bayonot bergan bo'ldi. Ham Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio efendimi Amerika parlamentida ifoda bildirib, Taylanddagi 48 qarindoshimiz haqida so'z qildi. Demakki, qarindoshlar namoyishga sal qaramayli. Namoyish oldi bilan o'z vijdonimizning ko'chalarga to'kilishi. Men bu vaqtda shu mavzu ostida maqolalarni yozgan burun. Namoyish vijdonning ko'chalarga to'kilishi. Avval vijdonimiz ko'chalarga to'kilgan vaqtida biz o'zimizning millatimizga o'zimiz ega chiqish, Xitoyning zulmidan qutulish, mustaqil Sharq Turkistonni qurish uchun o'zimizning vijdonni o'zimiz ko'chalarga to'kkan vaqtimizda kishilar bizga baho berdi. Bizning shu ko'chalarga to'kilish ahvolimizga qarab bizga baho pishidi dunyo. Bu millat kechgacha onam, dadam, akam, Urumchidagi uyim, palonchi yerdagi restoranim, pistonchi yerdagi pulim, mushtaq deb peqirab chiq, mushtaqlam zanjirsimon peqirab o'zining shaxsiy manfaatlarining oqislam yuraveradigan, oxiri chiqmaydigan, tugamaydigan bir shaxsiy manfaatlarining oqislam yuradigan millatmi yoki bular bir jiddiy bir millatmi? Haqiqatan shu vatani millat uchun badal to'laydigan millatmi? Namoyish eng oddiy bir misol, shunga o'zini atab
chiqqan adam qanchalik deb bizga baho berdi va bizga yonimizda turishga shu namoyishlik ahvolimizga qarab qaror berdi. Namoyish vijdonning ko'chalarga to'kilishi albatta. Buni bak unutib qolmayli. Har qanday kichik ish, har qanday cho'ng ish, har qanday cho'ng gap, har qanday cho'ng plan oldi bilan kichikmi shu namoyishdan boshlandi. Namoyishga chiqmagan odam u qolgan ishlarni hargiz vujudga chiqarmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun Tayland turmusidagi 48 nafar Uyg'ur qarindishimizni qutuldirish uchun dunyoning hamma yerida cho'qan salgan do'stlarimizga cho'nqur salomlarimni bildiraman. Sizlar millatning bek sarxil kishilari. Bu ruhinglar xuddi bizni cho'qim Sharqi Turkistonni mustaqil qilish orzuyimizga boshlab bordi. Agar biz shu namoyishga sal qarab chiqamsak yoki qo'rqib chiqamsak yoki vatandagi ota-onamizni undaq qo'ydi degan qo'rqish bilan chiqamsak, yana bizga Xitoy o'xshash zolim davlatlar bizni qanday qo'rqitishning planlarini tuzgan bo'ldi. Biz Xitoy g'ulab ketgan taqdirdami, biz shu cho'gilab turgan ondaq degan ishki ushaq-tushak oilaviy nimalarimizni manfaat zincirimizden qutlanmay Xitoy g'ulg'an taqdirdami biz Sharqi Turkiston mustaqil davlatimizni asli keltirolmaymiz. Shuning uchun namoyishga chiqaylik. Endi men bu yerda kichkinam o'tgan hafta yozgan yuz bitikda, ya'ni Facebookda e'lon qilgan ba'zi maqolalarim haqida bir sizlarga uqtirish qilib qo'ymoqchiman. Bundoqcha aytganda, men o'tgan hafta shu bu yil kirgandan buyon 1 oyda Ankabut surasi 20-oyatga ergishib o'zgaraylik. 2025-yilda Ankabut surasi 20-oyatga o'zgaraylik degan mavzuda bir maqola yozdim. Buningda Ankabut surasi 20-oyatda Alloh bizga kaz dolash, dunyoni aylan, dunyoning qandoq operaydi bo'lganligini va bundan keyin dunyo oyoqlashgandan keyin yana qandoq operayt qilganligi haqida bizga buyruq operayt qilganligini ko'r, kallangni ishlat, tafakkur qil deb bizga buyruq berdi. Bundaqcha aytqanda tabiat mo'jizasiga bizni yetaklashga buyruq qildi. Buningdan 1 milliard 800 ming yillar ilgariki Big Bang cho'ng portlashdan keyingi va uning oldidagi o'zgarishlarga ko'r beqishga, tafakkur qilishga, izlanishga, uyimizdan chiqishga, her narsani uyning ichida o'tirib qilmay, uyimizdan chiqib tafakkur qilishga yetaklaydi Alloh. Müşahidi bir parça maqol yazdım, o'qib bo'ldi. Yana 2 parça maqol yazdım, onundan shu Shuhrat O'shurning bir do'stimning muhabbati bilan Suriya safari degan maqolasini o'qigandan keyingi ta'siratim bu asosan Suriyadagi jangchi askar insonlarimizga, ashaddiy qarindoshlarimizga qartilgan maqolamning mavzusi akordionchidan chet ellardagi qurolli askarlikcha Uyg'ur qismatlari. Bu 2 qism. Bu maqolamni o'qib baqsanglar bo'ldi. Suriyadagi Uyg'ur bu qarindoshlarimiz gelmişlerden ben özümden salamlarımı, hürmetlerimi bildirme. Sharqi Turkiston mustaqillik davası sizlarga ham xos davo emas, butun Uyg'urlarningki davası. Sizlar bu yo'lda ba'zida qurolni qo'lingizga ilishinglar mumkin, ba'zida bir buyruq bilan qurolni tashlashinglar mumkin. Qurol tashlagan vaqtinglarda hech qanday o'kinmanglar. Chunki sizlar bir yangi tarixni yaratib bo'ldinglar. Sizlar Xitoydan iborat shu zolimning 70 yildan buyon qirg'inchilik olib berayotganligidek bir zulmdan jah to'ygan millatning qurol izlash, qurol tutish uchun oldin hisoblarga berish, o'zining jinini berish badliga qurolni qo'liga ilish, qurol o'rganishdek shundoq bir tarixni yaratib bo'ldinglar. Ba'zida qurol tutishmi qalam tutishga o'xshaydi, ba'zida qalamlar
qo'lga chiqadi, ba'zida qo'lda bo'lmaydi, ba'zida yezildi, ba'zida yezilmaydi. Yezilmay qolganlik uchun uni o'kinishga va uni voy bu yozmadi deyishga qat'iy bo'lmaydi. Bu qalamning, qurolning oxirlashganligi oxirat emas. U yana bu qalamni davomlashtiradigan, bu qalamni tutadigan odamlar bo'lganga o'xshash. Sizlar tutgan o qurollarni, sizlar qanday izlagan bo'lsanglar, shu yo'llar bilan izlaydigan yana sizlarning davominglar chiqadi. Sizlar bilan ish parangiz baxmagan, sizlar bilan suhbatlashib baxmagan, sizlarning nima o'ylaydiganligini bilmaydigan, nadik bir qism odamlar o'zi bilan o'zining heliqi gumonxo'rlik kesili bilan sizlarga baholarni berib, sizlarga to'n pichib, mushundaq qilib ketadi ekan, miyig'inglarni kulib qo'yinglar. Miyig'inglar kulib qo'yinglar. Sizlar u yerda bir jamoat bo'lib tashkillanibsizlar, doktorxonalaringlar bor ekan, generallaringlar bor ekan. Eng muhimi Suriyada bir ishonch qozonibsizlar. Ishonch intayin muhim. Sizlar u yerda bizning Sharq Turkistonning kichikiltirilgan bir davlatini quribsizlar. Bunga opirin sizlarga. Sizlarning qurollaringlarni yana davomlashtirdi. Qurol tutqanlar davomli qurol tutadigan, qurol yo'qlar bizga o'xshash bechara Uyg'ur yuraveradigan dunyo emas. Hozir dunyo kundan kunga o'zgaryotidi. Kelajakda Uyg'urlarmi sizlarning tarixlaringlarni yezib, sizlardan faxrlandi, ham sizlar tutgan, tashlagan qurolni ilib yana davomlashtirib maqdi. Men bu qarindoshlarimizga u Suriyada 5-fevral g'ulji inqilobidan qochib chiqqan partizanlik kurashlarida Xitoyning qattiq to'saqlardan qochib chiqqan inlarimiz va 5-fevral g'ulji inqilobi jarayonida diniy jihatdan cho'ng tuhfalarni, diniy tarbiya jihatdan cho'ng tuhfalarni qo'shgan hurmatli ustozlarimizning farzandlari bor. Men ularga bu yerdan hurmatlarimni va salomlarimni bildiraman. O'zinglar to'g'ri deb yo'lga yo'lni davomlashtiringlar. O'zinglarga cho'nqur ishonchinglar bo'lsin. Endi o'tgan hafta 20 yanvar kuni, ya'ni o'tgan hafta emas, mush hafta 20 yanvar kuni Amerika prezidenti Donald Trumpning vazifaga o'tirish marosimi bo'lib o'tdi. Amerika prezidenti Donald Trumpning vazifaga o'tirish marosimi da Donald Trump Amerika xalqiga, shundaqla dunyo xalqiga muhim ahamiyatga ega bir so'z qildi. So'zda Trump shundaq dedi. Bugundan boshlab Amerikaning oltin davri boshlandi dedi. U yana Alloh meni Amerikaning oltin davriga boshlab kirsin deb shu suiqasdlardan amal qoldirdi dedi. Trumpningki yana shu kunki so'ziga tamg'isini urgan so'zlarningki birsi, bundan keyin har qanday ahvolda Amerika manfaati oldingi o'rinda turdi dedi. Yani Trump vazifa topshirib olgandan keyin jami 14 turlik buyruqqa imzo qo'ydi. Buning ichida Uyg'urlarni xushal qiladigan Xitoy bilan munosabatlik bir qancha buyruq bor. Bularning biri Amerikaning Dunyo Sahiyat Tashkilotidan ayrilib chiqish buyrug'i. Chunki Dunyo Sahiyat Tashkiloti o'zining Dunyo Sahiyat Tashkilotilik obro'yini mushu Covid mazgilida bek tushirib oldi. Xitoy bilan ish qo'yin, tosh qo'yin, apaq-chapaq bo'lib, mushu Covidga munosabatli uchurlarni Wuhandan chiqqanligi, Covidning Wuhan tajribaxonasidan chiqqanligiga oid uchurlarni yushirish, shuni Sahiyat tashkilotininki siyosat tadbirlari, shu chog'dagi siyosat tadbirlari ishonchli bo'lmay qoldi, xato bo'lib qoldi. Bu sababdan Amerika va hukumati Dunyo Sahiyat tashkilotidan ayrilib chiqishni qaror qildi, ayrilib chiqdi. Bu Uyg'urlarni aytib xushal qilgan bir xabar. Uningdan boshqa, buningdan burun Amerikada tug'ilgan har qanday buvaq Amerika grajdani bo'ladi. Ya'ni Amerika vatandoshi hisoblanadi. Shundaq bir qonun bor bo'lib, bu modda shu asos Amerika asos qonunining bir moddasi bo'lib shakllangan. Shu kuni vazifa topshirib olgandan keyin Donald Trump shu moddani amaldan qoldirib
buyruğuna imza attı. Bu nurgulgan Xitaylarni beyaram qildi. Çünkü buni bir biznes, bir ticaret qilgan bo'lib, Xitayda qo'saq ko'tarib 8 oydan oshgandan keyin Amerikaga kelib, Amerikadagi mushu vatan Xitoy qo'saq ko'tarib Amerikaga kelib, yataqlarga o'rlashib, doktorxonalardan tortib tug'ish jarayonidagi kutinishlargacha üstüge aldığan dallal şirketler o'tirliqdagi ish bejarib berish o'rinlari orqali ashunday qilib Amerikaga kelib, bolasini Amerikada tug'ib, bolasini Amerika vatandosh qilib Xitoyga qaytib ketib, undan keyin 18 yoshga to'shqanda bolasi o'zlari kelib, shunday Xitoylik 50 yillik, 100 yillik planlarni oldin ola tuzdigan. Shunday qilib Amerika jamiyatini qalayimqonlashtirib, undan keyin bu yerlarda josuslik qilib, shu Amerikani putlash, Amerikaga ziyon selish shunday bir qarqol guruhdek bo'lib, bular hujmak bo'lib, bir mafiya nimasidek bo'lib, bu nihoyatda bir cho'ng biznes bo'lib nima qilib ketgan ekan Amerikada. Mushu buyruqqa imzo etib Donald Trump bu moddani Amerika asosqandan chiqaryapti. O'tgan qitimdimi, birinchi qitim Amerika prezidenti bu vaqtidami Donald Trump bu moddani mush Xitoylarning mushu Amerikada beqalayim qancha chiqarib bo'lganligini har yili bir fasllik qushlar uchib bir yerdan yana bir yerga ketgandek har yili nurg'ulg'an ikki qat ayollar uchib Amerikaga kelib, yana qaytib, ular qaytgandan keyin yana bir turkumlar qaytib mundaq bo'lgan shundaq oqibat ahvolga xotim berdi. Demakki, men Donald Trumpning shu ishlaridan bak xush bo'ldim, chunki bek jiddiy Xitoyning mohiyatini, Xitoyning buzg'unchilik mohiyatini uning oldidagi Amerika prezidentlariga qaraganda munoyatda keskin his qilib, jiddiy qarorlarni olyotdi. Şu o'tgan qitimdimi shu kongressdan o'tmaganlik kongressning tasdig'ini o'tmaganlik uchun bu moddani chiqarib etolmagandi. Bu qitim hamda o'zinglar bilsizlar Donald Trump nihoyatda kuchli bir shaklda shu Amerika prezidenti bo'lib o'tirg'i chiqdi. Hamda TikTokni taqashni 75 kun kechiktirdi. Bu TikTokni nimanki Trumpning pek yaxshi ko'rib ketganligidan emas. Ama onunğa yana özünü oңшылышыға bir pürsət bədi. Amerika Kanadalarda aşındaq bir nərsin urayı verib, yegici qılğanı kemgi tepib çeylap mındaq qıvetmeydi. Onunğa özünü oңşu aldığanğa Xitay Komünist Partiyasını ayrılıb çıxıb, öz aldığan müstəqqil bir yol bilən meňişqa yoki bo'lmasa Amerikaga setishqadan ibaretmiş ikki yolda bir pürsət bədi bu 75 gün toşqandan keyin qeyni qaraymiz. Ama TikTok'nun ki taqılışı haqidagi munozaralar, TikTok'ның Xitoy Komünist Partiyasining ki shu xo'shamatchisi, tashviqotchisi bo'layotganligidagi temalar dunyoni larzaga keltirib, Xitoyning inovatini tushirishda pek muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bu Xitoyni Uyg'urlarni yana bir xo'shal qildigan xabar deb qarayman. Trump 20 yanvardagi vazifaga o'tirish marosimida yana Amerika va dunyo xalqiga yuqorida deb o'tganimdek nihoyatda tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan muhim so'z qildi. Bu so'zning ichida Uyg'urlarni xo'sh qildigan, Xitoyga zarb beradigan bir muhim nuqta bor. U bo'lsa Panama kanalı meselesi. Panama kanalı meselesini Donald Trump tilga ilib, Xitoyga nihoyat qattiq iboralarni qildi, so'zlarni qildi. Bu albatta Uyg'urlarni xushal qildi. Trump Panama kanalini Amerikaning insho etganligi haqida to'xtalib, bu kanalga Amerikaning nihoyat nurg'un pul xarjlaganligini, Panama kanalini bitirish jarayonida 38,000 kishiningki hayotidan ayrilganligini, Panama davlatining Amerikaga bergan va'dalarining hech birini amalga oshirmayotganligini, Amerikaga qarata adil muomala qilinmaganligini, Panama bilan tuzgan kelishimlarning hech birini amalga oshmaganligini, yuqorgi ahvollarning Amerikaning dengiz armiyasi uchun shunday bo'layotganligini ta'kidlab o'tdi. Trump so'zining oxirida
so'zning muhim nuqtasini o'sha Xitoyga qaratdi. U yana bu yerda Xitoyning qilayotganlarini unutib qolmadik. Panama kanalini Xitoydan tortib olish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz dedi. Undaqda Xitoy Panama kanalida nima ishlarni qilyotidi? Bir qarab boqaylik. Panama kanalı dünya ticaretining tarix ahamiyatiga eng muhim o'tishmalarning birisi bo'lib, u Atlantik okeanidan Tinch okeanga o'tadigan shundaq tar bir bo'g'oz bo'lib, buning bunday qisqa ma tarpi, mundaq kelgan tarpi Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerikani tutashtirdi. Janubiy Amerika, O'rta Amerika, Shimoliy Amerikani tutashtirdi. Mundaq kelgan taraf asli o xaritalar bilan tushuntirgansam bek yaxshi bo'ladi. Inshaalloh keyingi qitimlarda yana ilgirga oldi xaritalar bilan tushuntirish fursati bo'lib qolar. Mushtaq tushunsanlar bo'ldi. Mundaq qisqa kelgan vaqtda tar bir yo'l buningki Janubiy Amerika, O'rta Amerika, Shimoliy Amerikani tutashtirdi. Mundaq qismi Atlantik okean bilan Tinch okeanni tutashtiradigan qismi 82 kilometr. Ekan bu shunaq kichik bir bo'g'oz bo'lsa, buningki dunyo savdo tijoratida Amerikaningki dengiz armiyasi quvvatlarida urushlar bo'lib qolganda shu bo'g'ozdan o'tishga to'g'ri kelgan. Yiliga 14 ming savdo paraxod demishadni kanaldan o'tgan. Bu Panama kanalı Kolumbiyaning aslida bir o'lkasi bo'lib, keyin bu Panama kanalini yasaydigan vaqtida Amerika Kolumbiya bilan munosabati yaxshi bo'lmaganligi uchun Panamani ayrim bir mustaqil davlat qilib chiqishda Amerika ko'p kuch chiqqan ekan. 1914-yili Amerika tarafidan insho etilib, 1999-yili Panama kanaliningki boshqarishi Panama davlatiga o'tkazib berilgan ekan. Har bir paraxodning Panama kanalidan o'tishi 100 ming Amerika dollari. Endi Panama kanalininki amaliy ahvoliga texnik ishkirlab kirgan vaqtimizda bu yerda Panama kanalining dal o'zida Xitoyninki ancha cho'ng ta'siri yo'q, bunday aytganda. Nimishki ta'siri yo'q deganda, yiliga masalan bu yerdan 100 paraxod o'tsa, buningki 70 Amerikaning faqat 30i shu Xitoyning paraxodlari. Ama Xitoy o'zinglar bilgandek bir liman, ya'ni port nastanisi yoki portlarni muhim port baza dunyoning nerede mineral gaz, tabiiy boyliqlar, gazlar, neftlar, muhim portlar, qandaq bir ilqindek orollar bo'lsa, o'tishma orollar yoki dengizning girvaklaridagi muhim ahamiyatga ega tarixiy Xitoyning bolalarni yaxshi o'tkazib bera oladigan nimalar bo'lsa, shu yerga mablag' selib shaxsiyatchilik bilan qo'l uzatayotgan shu yerlar mening bo'lgan degan bir ichirqab ketgan darajadan tashqari xushtarmanlik bilan shu yerlarga darajadan tashqari qazbini zo'lab berib bundaq taqitayotgan mana qazni deb qazni qaytarolmaydigan ahvolga duchor bo'lgan bo'lsa-mu, bilib tursa-mu, shu qarzlarni qaytarolmagandan keyin men u yerni evolmaydigan bundaq bir qora niyat bilan har qanday dunyoning har yerdagi portlarga mablag' sifatida Xitoy mana shu Panama kanalida o'zida muhim nimasi bo'lmasa-mu, rol bo'lmasa-mu, lekin Panama kanalininki kirishi va Panama kanalining chiqishidagi portlarga nurg'un mablag' sifatida Xitoy bu Amerika qatorliq davlatlarni O'rta Amerikadagi nurg'unlagan davlatlarni beyaram qilyotdi, chunki bu yerda Xitoyning ta'siri kuchayib ketyotdi. Endi Panama kanali bu yerda turibdi. Panama kanalining sal shimolida Nikaragua
Nikaragua degan bir davlat bor bo'lib, bu ham buning janubida bir ko'l bor ekan. Bumu endi Panama qanliga o'xshash bundaq 82 kilometr bundaq uzunligi Atlantik okeanidan Tinch okeanga o'tgan uzunligi 82 kilometr bo'lmasmi? Uning 270 necha kilometr shundoq uch bucaklan bir davlat ekan. Uning janub tarafida bir kanal yasashga qulaylik bo'lgan bir ko'l bor bo'lib, o ko'lni endi o'ttirsida bir ko'l bor ekan, shu ko'ldan foydalanib kanal sağa vaqtida bu nayti qulay amalga oshirgan bo'ldi ekan. Bu aslida 100 yil avval Panama kanalini silishdan burun Amerika mushu ko'ldan foydalanib shu Nikaraguada bir kanal silishni planlagan. Bo'lsin, lekin u yerdagi yonar tog'larning qachon portlashi aniq bo'lmagan yonar tog'larningki bog'lig'ini nes qilgandan keyin Nikaraguada kanal qurish ishidan voz kechib, shu Panamada Amerika kanal qurgan ekan. Endi Nikaragua Panamaning deganimizdek shu shimolda bo'lib, yuqorqidek shu 270 kilometr uzunlikda. Endi Xitoy shu Nikaraguaning janubiga bir shundoq kanal silish uchun 53 milliard dollar mablag' silishni planlagan. Xitoy Pokiston iqtisodiy koridoriga shu Shiyandan boshlanib Qashqa, bizning Qashqa Qaraqurum tog'lari, igiz Qaraqurum tog'larini qushlar uchib o'tamaydigan Qaraqurum tog'larini kesib Pokistonga o'tib, Pokistonning tosh yo'llari, Hind okeanining girvaklaridagi Guada portiga tutishilgan ashyolarga 65 milliard Amerika dollari mablag' sag'amsa, endi shu Nikaraguadagi shu o'zidan bakmi uzoqda bo'lgan shunchalik jiroqlikdagi shu yerga kelib 53 milliard dollar mablag' silishni planlab, bu yerda bir kanal ochmoqchi bo'lgan. Xitoy yana bu kanalni boshlagan rayondagi 100 ming nopusni boshqa yoqqa ko'chib ketishni talab qilgan. Nikaraguaning nopusi, umum nopusi 6,5 millionlik bir nopusga ega bir davlat bo'lib, bu 6,5 millionlik nopusga nisbatan 100 ming sondagi bir uy makonlarini tashlab, 100 ming kishining oilaning 100 ming oilaningki boshqa yoqlarga ko'chib ketishni talab qilgan. Bu 100 ming oilaning boshqa yoqlarga ko'chib xonavayron bo'lishi nihoyatda bir qiyin ish. Hem bu yerdan Xitoyning manfaati uchun, Xitoyningki besh uchun, Xitoyningki Atlantik okeanidan Tinch okeanga qulay o'tish uchun Xitoy mollarining bu yerdagi xalq ahmoq emasda, bizdek Uyg'urlardek bo'zak emasda. Xitoy Uyg'urlarni bo'zaq qilib o'rganib qilib, shu olqib o'tib Sharq Turkistondan olqib o'tib dunyoning ham yeriga berib, oyoqqa ko'ch, moyoqqa ko'ch, men ma kanallarni salma, andaq-mundaq deb ularni bo'zaq qilishga uringan. Uningdan boshqa Xitoydan bu kanalni yasash jarayonida 50 ming Xitoy ishchisi bu kanalni yasash uchun shu Nikaraguaga keldi ekanda, bu 50 ming ishchi u yerga yerlashib olib, Xitoylarningki ko'chman bo'lish ahvolini bilamiz-ku, Sharq Turkistonga mo'maylarning chashlarini tarab qo'yib, qonlarimizni tozalab berib, buvaylarningki saqal burtlarini elib kirib olib, undan keyin chiqmagan. Shunga o'xshash 50 ming ishchini u yerga yerlashtirib qo'ygandan keyin u yerdan ketmay qilish ehtimolligim bor. Uning ustiga bu ya'niki ishchilarning u yerdagi xalqningki hech qanday foydasi yo'q, ish bilan ta'minlamaydi o'z bag'aylardagi xalqni, o'zining ishchilari manfaatlanadi bu yerdan. Bu yerda ko'p manfaat yo'q Nikaraguaga. Ama Xitoy buningdan nurg'un ham ishchilikdan ham strategiya jihatdan qo'sh manfaatga erishmoqchi bo'ladi. Yana bir nuqta bu yerdagi boshqa ekologik muhitning ziyon uchrashi bo'lib, bu yerdagi
bu kanal silish qurilish sababidan yüzlerce deniz canlılık türü yo'qolib ketish ehtimoligi bor. Deniz canlılıklarının ko'ch rayonlarida o'zgarish bo'lishi mumkin. Albatta bu xil dunyoga ilib keladigan ergashma yo'qotishlar Xitoyning xiyoliga ham kirib chiqmaydi. Afrikada dunyoni qartib qo'yib turib qilgan atganlari oldida bu hech qanday bir narsa emas. Masalan, Sri Lankada Xitoy qarzni qaytara olmaydiganligini bilib turib, nurg'un qarz berib, qarz bilan bo'g'ib qo'yish badliga bir port inshoot yasab chiqdi. Oxirida Singapur bu qarzlarni to'layolmaganligi uchun Xitoy Sri Lankadan bu portni tatib oldi. Xitoy hozir qanday qilyapti deganda 1898-yili Angliya Xitoyninki Apyon urushi qo'zg'ab, Apyon qazob qilib Angliyaga to'lanmagandan keyin Shangangni 100 yillik, ya'ni 99 yillik qaziga sundirib 99 yillik ijaraga ivaganligi ipkaygan ochiq hasratni dunyodan uning oqsiga yondirib, uni dunyoga ishiltyapti, tajriba qilib. Angliya bunday qilgan, men nim qilsam bo'lmamdi deganda qilib, buni dunyoga qarta bir razil maqsadlar uchun o'rnak qilib ishlatyapti. Bu bir ahmoqlik. Bu ham Xitoyning g'ulaydiganligining bir beshorati. Chunki g'ulaydigan bir hokimiyat shunday plansiz ahmoqona ishlarni bekcha qildi. Albatta Nikaragua bu yuqoridagi ahvollarni nazarga ilib Xitoyning kanal yasash planini to'xtatib qo'ygan bo'lsa, ammo Xitoy bu kanalni yasashda zo'mgarlik oldidan yong'in yo'q. Djibouti ham Xitoyning qarz to'siqqa tushgan bir shahar bo'lib, buning beklam qiziq o'zga hikoyalari bor. Djibouti haqida keyingi programmalarimda to'xtalman. Ama yaqında şu 2 kunning oldida şu Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio efendim şu Forbes degan jurnalmi bor, ham uning televizion kanali bor. Shu televizion kanalininki ziyoratini qabul qilgan vaqtida Panama kanali haqida to'xtaldi. Şu Panama kanalının Xitoyning ta'siriga uchrab qolishligi xatar haqida keng to'xtaldi. Panama kanal kelishimnomasiga qaragan vaqtimizda, garchi bu kanal tarafsiz holda har qaysi davlatlarning manfaati uchun xizmat qiladigan bir kichik bir o'tishma yo'l bo'lsa-mu, ammo bu yerga Xitoyning yomon qo'li bilan so'qinib kirayotganligi oshkorlanyapti. Natijada kelajakda Panama kanalının betaraf bo'lmasi xatiri ko'rilayotganligini tilga ilib o'tdi Marco Rubio efendim. Panama davlati bundan burun Amerika bilan nihoyatda do'stona bir ishbirlik ichida bo'lib, Marco Rubio efendi 2017-yili Panamaga ziyorat qilgan vaqtida Panama davlatida Xitoy qurilish shirkatlarining kanalning kirish va chiqish qismidagi portlarni kontrol qilganligini his qilgan. Bu ahvollarga Obama Xitoyninki sobiq Amerika prezidenti Obama Xitoyninki Panama kanaliga yumshoq singib kirishida o'z andishalarini o'tirib qo'ygan, ammo Panama kanali haqida kuchli bir tadbir olamagan. Bu qitim vazifaga o'tirib bilan Donald Trump kuchli bir buyruq bilan Panama kanalini tatib olganligi haqida shu vazifa o'tkazish marosimida nihoyat kuchli ravishda Xitoy qartib gap qildi. Ama şu Panama kanalınki kirish chiqish qismidagi portlarni egallagan Xitoy shirkatlari agar yaxshi kunning yomoni bo'lib qolgan vaqtida bu yerga kelishidagi Xitoyning asosiy maqsadi nima? Undaq shiraxyalardan shuncha nurg'un mablag'larni silib bu yerga kelishga maqsad nima? Faqat Amerikaning oldiga o'tib ketish. Amerikaning bu yerdagi muhim strategik o'rinliq nimasiga men bu yerda bir qo'limni qo'yman, sallam bo'lmaysa
degan bir ma'noni berish ham shundoqla Amerikaning oldiga o'tib ketib, dunyoga hokim bo'lishdan boshqa bir maqsadi yo'q. Dunyoninki iqtisodiga, dunyoning taraqqiyotiga to'p qo'shish arzusi yo'q Xitoyning. Faqatlam Amerikaning oldiga o'tib ketib, dunyoga hokim bo'lishlar mushtaq bir maqsadi bor. Shu Forbesning ziyoratini qabul qilgan vaqtida Amerika tashqi ishlar ministri Marko Rubio apandim shu agar shu shirkatlarga yaxshi kundan yomoni bo'lib qilib, Xitoy Kommunist partiyasi kanalni taqadigan buyruqni berib qolgan vaqtida bu chog'da ahvolning yomon bo'lganligidan iborat andishisini shu Forbes televiziyasining ziyoratini qabul qilgan vaqtida aniq uqtadi. Yana Marko Rubio apandim bu Xitoyninki Panama kanali qor qo'llanilishi bir chaqchaq emas, balki bir jiddiy masala deb buni jiddiy ravishda o'tirib qo'ydi. Uningdan boshqa bir qancha kun avval Amerika FBI'ninki boshlig'i Ray degan kishi Xitoylar ommaviy xizmat o'rinlarimizga va muhim muassasa qurilish o'rinlarimizga o'rlashib bo'ldi degan bir gapni qildi. Bu deganlik har qanday ahvolda Xitoylarning Amerikada to'p ketish, o't ketish, har qanday bir ommaviy muassasalarga oid o'rinlarda, ommaviy o'rinlarda buzg'unchilik paydo qilish ehtimolligi bor degandan iborat bo'ldi. Marko Rubio apandi yana shu Forbes'dagi ziyoratida, Forbes'ga bergan ziyoratida intervyusida Panama kanalining kirish va chiqish egizlarining Xitoy shirkatlari tomonidan kontrol qilinishi bizning, ya'ni Amerikaning bir to'qinish ishchisi ekanligimizni bildirdi. Bu gapning ma'nosi Xitoyning bir tahdid bo'layotganligi dan derak berdi. Agar Xitoy Kommunist partiyasi bu portlarni egallagan shirkatlarga Panama kanalini taqadigan bir buyruq bergan vaqtida bu Amerika uchun bir ig'ir iqtisodiy masala, davlat bexatarligi masalasi va davlat mudofaasi uchun ig'ir masala bo'ldi. Buni ko'rmasdan kelishga hargiz bo'lmaydi dedi. Hurmatli Uyg'urlar ham programmamni ko'rguvchilar, vaqt munosabati bilan bugungi Xitoy g'ulaydigan oz qoldi programmamning ikkinchi qismi, ya'ni Panama kanaliga to'xtalgan programmamni mishada oxirlashtirmoqchiman. Omon bo'linglar. Kelar haftadagi programmamni ko'rishgacha Allohga omonat.